Salam turdoshlar, ko'rayotganinglar Montlat Radqos tayyorlagan kino va ta'sirat programmasi. Bugun huzuringizda bo'ldig'ini Fransiyaning olqishga erishgan kinosi Cho'nqur Rishta. Bu film fransiyalik millionerning ikkinchi qitimliq Nafas nomli tarjimondan o'zgartib ishlangan bo'lib, filmning boshlanishida bir qarabosh oqboshni ilib mashina ushqandek haydab ketib, saqchiga uchrab qoladi. Qarabosh saqchilarning o'zlari uchun alayda yo'l yechib berishiga 200 qo'ydi o'tkidi. U mashinadan tushibla saqchilarga oqboshning bir miyibqini kesili tutib qolg'achqa uni jiddiy doktorxonaga opirish uchun mushunda tez suratda haydaganligini hamda bularning yana mushunda vaqtni isrof qilsa oqboshning oqibatiga ega bo'la olmaydiganligini aytib qaqshaydi. Bu chaqda oqboshmi o'yin qo'yishni boshlab kesili qo'zg'algan qiyofatga kirib oladi. Saqchilar qo'rqib ketganlikdan darhol ularga yo'l ochib, ularni doktorxonaga olib bordi. Oqbosh rastli bir miyib, lekin ular bugun faqatla mashina tez suratda haydab, turmushning lazzatini payzin surmoqchi bo'lgan edi. Qaraboshning ismi Ders, oqboshning ismi Filip bo'lib, Filip jondan to'yganlar o'ynaydigan xatarlik tanarkat davaskor edi. U bir qitimliq parashyutdan sakrash musobaqasida hodisiga uchrab, bo'ynining osti ishlamas bo'lib qoladi. Filip o'z navbatida nayt puldor edi. Ish tushib turgan boyliq bo'lgan bilan uning lazzatini surolmaslik balkim dunyodagi eng chong azob bo'lsa kerak. Öz növbətində bundaq puldorlarni kutishmi uncha oson tushmaydi albatta. Mana bugun Filipga xos kutkichi bo'lish uchun imtihon qatnashuvchilar uchrat bo'lib turadi. Ularning ba'zilari odamlar o'rtasidagi g'amguzarlikqa qanchalik ahamiyat beradiganligini esa, yana ba'zilari o'zining kichigidan tortibla ojizlarga ko'ngil bo'lib, miyiblarga yordam berishni to'lim xohlaydiganligini deyishadi. Saqlab taqit qilmagan Ders o'chiratga qisilib kiribla, hech kimni mansitmagan holda bir varaq qog'ozni ustiga qo'yib, imzo qo'yib berishni aytadi. Asli Ders yaqinda turmadan chiqib, hukumatning temitib sug'urish pulini olish uchun ishsizlik kinishkisi bajarishni planlab yurgan edi. Bugungi xizmatdan quruq qolsa, Ders hukumatning paravalliq puliga erisha oladi. Shu Filip uningdan qanday xizmatga qiziqdiganligini so'rganida, u xizmatdan bekarek o'yin tomoshaga qiziqdiganligini aytdi. Filip uning at kelib qo'l qo'ygan hujjatni olib ketishni aytdi. Rostini aytganda Dersning borg'idek yerimi yo'q edi. Şunu sırtta aran tağını atqızıb, ədsi hüccətini alğılı barğanda, öy xo'jadori uni xizmat qilg'ili keldi deb o'ylab, uyning ahvolini uning tushuntirishga boshlaydi. Hamda uning xizmat jarayonida yolg'iz vujuddan bahramon bo'lganligini aytadi. Yatarg'i yeri yo'q, buguniga topsa ədsi yo'q yashayotgan Ders mandaq payz vujudini ko'ribla ishlab qilishni qaror qiladi. Ders gerçi lükçek sifat bo'lsa-mu, ammo mijoz o'choq, yomonligi yo'q, tuzko'ngil odam edi. U ham bir ishlarni ansirab ketmaydi. Şunu o daim xo'jayiniga xiyoliga kelgan chaqchaq qilib ko'nglini xo'sh qiladi. Bir kun hatto xo'jayinning sezmas putuga qaynoq suv to'kib, sezmas putning og'rimaydiganligini xo'sh bo'lib gulqaqalari ichilib ketdi. Buni ko'rib, boshqalar hayronlikdan bu nima qiliq deb so'rasa, Filip bu nihoyat yumoristik holda u tajriba ishlayotdi dedi. Ders azaldan Filipni miyib o'rinni ko'rmaydi. Doim uning miyibligini unutib qilib, qiziqarli ishlarni qilib qo'yadi. Filipning doim ishkin to'sab mashinasini to'xtatib oldigan qo'shnisiga silliq gap zada aqmaydi. Ammo Dersdek lükchekka bundaq kishilarning adabini berish ancha tasga to'xtamaydi. Uning bu qilqidan Filip agar kuchim yetgan bo'lsa, men shunda qiladim deb o'yladi bo'g'ay, to'limi xo'sh bo'lib ketadi. Filipning nurg'un isl mashinalari bo'lsa-mu, miyiblikdan haydash o'yantirsin, o'ltirishga fursat bo'lmaydi. Boshqalar oson bo'lish uchun Filipni qutqizish mashinasida kalampay mashinaga o'ltirg'izib, sirtqa ilib chiqadi. Ammo Ders o'z xohishi bo'yicha isl avtomobilda uni rasm ko'rgazmasiga ilib boradi. Bir kuni Filipning do'sti Filipga Dersning to'limi xatarlik bir inson ekanligini, uning Filipning atrofida tursa to'limi ansiraydiganligini aytadi. Amaliyotda Filipga ziyoda esdashlikdan, haqiqiy do'stlik, ziyoda ko'ngil bo'lishdan, normal insonlardek muomala hammadan mahshaqat. Buni ham Dersli qila olgan edi. Kechida Filipning tuyuqsiz nafs yetishmay ketadi. Ders Filipning oksigenga muhtojligini bilgandan keyin uni darhol sirtqa ilib chiqib, sap havodan nafas olg'izdi. Parijning kechidagi sap havosidan jini aram topgan Filip Ders bilan sirdishishga boshlaydi. Ular bir oshxonaga kirib g'izalangach, Filip o'zining muhabbat hikoyalarini hamda olamdan o'tgan ayolning o'tmishlarini aytib berdi. Filipning ham 6 oydan buyon xat yozishayotgan bir qalamdishi bor bo'lib, Ders bularning hozircha yuz ko'rishib baxmaganligidan hayron qoladi. Rastini aytganda Filip o'zining miyib bo'lgandan xudiksiraydi. Qalamdishining o'zini yaratmasligidan andish qiladi. Ammo Ders qalamdishining telefon nomerini qoldirganligi bu bir bishoratlikni aytib, telefonni elibla bu nomerga urdi. Filip u qalamdishi bilan tunji qitim paranglashdi. Mayli miyib, mayli gaday, mayli boy, mayli saq bo'lsin, muhabbatga intilmaydigan kim bor deysiz. Dersning bu qilmishi Filipning qalbida bir xil issiq sezimni paydo qiladi. Filipning tug'ilgan kuni Ders bo'lg'achqa texim xo'shalik uchunmidi. Klassik muzika bilan ancha xushi yo'q, jaz muzikasiga ishtiyoqi bor Ders usuli o'ynab bu o'yinga barliq xo'jdor xizmatchilarni o'tirg'i tushirib, qiqas chiqarib, so'rni texim qizitib, Filipga bir unutilg'isiz tug'ilgan kun kechasini ato qiladi.
Filipning chehrida bo'lsa, xeli burunli o'chgan tabassum kulgisi qayta paydo bo'ladi. Shu kuni Deris Filipning qalamdishi avatgan suratini Filipga ko'rsatdi. Nimil demagan bilan Filipning qalamdishi xeli chiroyli ayol edi. Ular uchrashmoqchi bo'lgan kuni Filip 2 soat burun berib saqlab, oxiri ko'rishga jur'at qilmay ketib qoladi. Keyin ular yoshlikdagi yilqi tuyg'ularni qayta izlamoqchi bo'lib parashyutni sakraydi. Filip xuddi ilgirkideklar nihoyat larzan holda tog' bag'riga o'zini atadi. Deris bo'lsa qo'rqinda shunchalik tasdib varqirab, tog'ni beshiga kiygach uchidi. Uyga qaytgan ishkalan Derisning inisining ish terib qo'yganligidan uni saqlab turganligini ko'rdi. Shuning bilan Deris oilasining xabar olish uchun bu yerdan ketishga majbur bo'ladi. Jurnalistik hamda o'ziga doim baravar muomala qilgan Derisdan ayrilgan Filipning holidan garchi boshqa shaxsiy kutuvchilar xabar olgan bo'lsa-mu, ular Derisdek bo'lmag'achqa Filip kun sayin tushkulishishga boshlaydi. Deris bo'lsa, inisining ishini hal qilib bo'lgandan keyin boshqa xizmatdan birini topadi. Albatta Filip uningga rostli cho'ng tarslarni ko'rsatgan edi. Bir kuni xo'jador Derisni izlab kelib, Filipning ahvolining ancha yaxshi emasligini aytdi. Deris kelib Filipning mashina bilan boshqa joyga elib berib aylantirdi. Filmning boshlanishidagi shu ko'rinish dal mushu edi. Deris shu haydaganicha dengiz bo'yiga keladi. U Filipning xiyildan bo'yon ilinmagan choch soqollarini elib uni bir restoranga keladi. Hamda birdamdan keyin heli qalamdishining keldiganligini aytib ketib qoladi. Filipning qalamdishi kelib ular shundoq ko'ngillik paranglashadi. Filipning chehridan hamma ishlarning joyiga ketayotganligi bilinib turadi. Filip shundan keyin qayta o'yinib 2 farzandli bo'lib Marokashda o'tadi. Deris bo'lsa bir shirkatning mas'uli bo'lib 3 farzandlik bo'ladi. Balkim Deris bo'lmagan bo'lsa hayotidan hech qanday ma'no topolmagan Filipning umri baldurla oxirlashgan bo'lishi mumkin edi. Balkim Derisga Filip uchirmagan bo'lsa, Deris keyingi hayotini turmada o'tkazgan bo'lg'aydi. Shuni his qilishga bo'ldiki, o'zaro hurmat do'stlikning ultishi. Xo'sh, sizning bu hayotingizga shunday ta'sir ko'rsatgan do'stingiz bormi? Bar bo'lsa, ularga bu filmni tavsiya qilib qo'yishni unutmang. Mazkur filmning to'liq nusxasini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Talat Media salonimizni qo'shib olib 48 raqamini avazsangiz bo'ladi. 抖音